Hürmetli vatandaş, leksiyemizi davamlaştırımız. Yukarı leksiyanın davamı bugünkü çislağı bugün 2020 yıl 7. ayının 26. günü haftige yakşembe. Leksiyanın davamında Devlet İşlakatı Maif Pompeo sözlügen notkını davamlaştırıp yana mındak görsetti. Hong Kongluk pop Çinli döndün tartıp matbuat adımı Li Jiying'e görüştüm. 2 gün burun ben London'da Hong Kong'da demokratiya üçün köreş kılıp atkan Lo Guangzhou bilen görüştüm. Ötken ayda ben Tiananmen vakası hikayelerini anladım. Ulanın içinde birisi hazır naq meydanda oturdu. Wangdan şu çağdaki okuvchilar hareketinin dairlerinin biri idi. Köp yıllardan beri Cungo halkı üçün erkinlikni kolga keltirişten herkes vazgeçmedi. Wangdan efendi ornunuzdan turan. Biz sizge salam berimiz. Bugün biz bilen birlikte bu yerde oturgan Cungo Demokratik Hareketi'nin atışı Wei Jingsheng efendimi bu meydanda var. Wei Jingsheng demokratiyana teşebbüs kılıp Cungo'nun türmüsü de 10 yılçı yattı. Wei Jingsheng ornunuzdan turun. Biz sizge salam yollayımız. Cungo partiya emas. Hazırki vaqtda en çoğun səfsətə şu oldu ki, Cungo partiyasının üzünü 1 milyard xalqның sadası biz digərlikdən ibarət səfsətə, bu hazırki kündeki səfsətədir. Cungo xalqı nazaret qılıvatıdır. Yox, keçinіңlər. Cungo xalqı nazaret qılınıvatıdır. Ziyankeşlikке uçravatıdır. Orndan dasturishga jur'at qilolmayotdi. Bu Cungo partiyasining tamom aksicha. Cungo partiyasining Cungo xalqining samimiy fikrlaridan qo'rqqanligi. Cungo partiyasining chet ellarda tanqid qilinishdan qo'rqishdan eshitishdi. Bunda qo'rqishdan Bunda qorqishning sabablari shuki, huquqni tizginlab turishdan, ayrılıp qalishdan qo'rqidi. Har birimiz o'ylab boqaylik. Agar shu chaqda doktorlar Wuhan'da yangi yuqumli virusdan ogohlantirish berishga erishadigan bo'lsa, bugungi dunyoning ahvoli bugungidan ko'proq yaxshi bo'ladi. Bir neçə 10 yıldan beri bizden aldığımızda bizden dairlerimiz belki sel qarıdı. Yaki Cungo'nun gayri fikirdeki zatları biz alaqılıvatkan Cungo siyasi hakimiyetinin hakiki kıyafetlerini paş kılganda bu işine közge ilmigendek bir taraf kıldı. Bugün endi biz Cungo halkıga sel qarayalmaymiz. Ulağı ve başkaları uçak bolsun ki biz endi ötmüşke qaytalmaymiz. Hazırki haletini saklaş şeklinde Cungo partiyası koygan talepler şartlar boyunca biz berip Cungo partiyası bilen alaka münasebette bulalmaymiz. Ada juda buluştan kadimi oldum bu vatandaş. Qarana. Altıs gepe anlamış vatandaş. Bir anlayıtan tekrarlayacağım. Muşunun için işlevatımızga vatandaşım. Siz anlavatsız. Ben muşu gepler için işlevatım hürmetlik vatandaş. Bir neçe 10 yıldan beri bizden dairlerimiz belki sel qarıdı. Yani evvelki hükümetler Amerika'da. Yaki Cungo'nun gayri fikirdeki zatları biz Allah kılıvatkan Cungo siyasi hakimiyetinin hakiki kıyafetlerini paş kılganda bu işine közgü ilmigendek bir taraf kıldı. Bugün endi biz Cungo halkıga sel qarayalmaymiz. Ulağa ve başkalarga uçak bolsun ki biz endi ötmüşke qaytalmaymiz.
Hazırki holatni saqlash shaklida Jungo partiyasi qo'ygan shartlar bo'yicha biz berib Jungo partiyasi bilan endi aloqa munosabatda bo'la olmaymiz. Erkin dunyoning o'tmishda zo'ravonlarni og'dirgan edi. Erkin dunyo o'tmishda zo'ravonlarni og'dirgan edi. Vatandosh, bugun biz ham og'dira olamiz. Alasharim. Deydi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Erkin dunyo o'tmishda zo'ravonlarni og'dirgan edi. Bugün biz ham og'dira olamiz. Deydi davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Jungo partiyasining harakatlarini o'zgartirish masalasida faqat Jungo xalqi taynib qolsaqla bo'lmaydi. Xalq namoyish qildi, xalq og'dirdi, xalq bir nima deydi, xalq buni taynib qolsaqla bo'lmaydi deydi davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Erkin davlatlarning demokratiyani qo'g'dash majburiyatlari bor. Bu ishni qilish undaq o'ng'ay emas. Lekin bizning ishonchimiz borki, biz bu ishni qilib keta olamiz. Shuning ishonamanki, burun biz bundaq ishni qilib g'alaba qilgan edik. Men shuning ishonamanki, chunki Jungo partiyasi sobiq Sovetlar o'tkazgan xatolikni takrorlayotdi. Do'stlaridan yiroqlashyotdi. Ichki tashqi jihatda ishonchni yo'qotayotdi. Xalqqa mol-mulk huquqi berishni, jamiyatni qonun bilan boshqarishni rad qilyotdi. Men shuning ishonamanki, chunki men boshqa davlatlarning o'yg'onganligini ko'rdim. Endi bizdan xato yo'lda mangmaydiganligimizni bilaman. Brusseldan Sidneygacha ham Xenida ham shundoq angladim. Eng muhimi shuki, mening erkinlikni qo'g'dash irodam bor. Chunki erkinlikning ta'mi shundoq go'zaldir. Qarab baq, tuniginki Hong Kong xalqi Jungo partiya tizginlashni kuchaytganlikdan musofir bo'lib ko'chmanlik yo'liga qarab atlan. Musofir bo'lib Shangan xalqi ko'chmanlik yo'liga qarab atlan. Yani Jungo partiyasi tizginlashni kuchaytdi. Bugun 4 partiyaga tayyorlandik vatandoshlar. Bunu muhokama qilaylik desak, ayrim muhokama qilishimiz kerak edi. Mening hozir bir xiyolimcha mushu leksiyani sizlarga yetkazib bo'lgandan keyin, masalan, davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning nutqini leksiyaga aylantirib, parchalab sizga yetkazib bo'lgandan keyin, biz yana umumiy holda boshdan tushib, bir kun degidek yoki bir necha leksiya, bir necha parcha leksiyada buni qaytadan tahlil qilishimiz kerak vatandoshlar. Men dedim, davr bo'lgich nutq. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qo'llanadigan siyosiy ochiqlashdi, oshkor bo'ldi. Hamma so'zlarni bir-birlab bir yig'ib kelmasak, bu alaydi so'zlarni bu doqi, ya'ni shu nutqning markaziy iddiasi ayrim tahlil qilamiz. Biz tunuganlardan dedik, nima dedik? Vaqt keldi. Hozir dunyo tarixi bir davrlik. Yoki Osiyoning tarixi yana bir davrlik. Yoki Jungo partiyasiga munosabatlik, uning mustabid tizimlik siyosatiga munosabatlik bir davr boshlandi. Bu davr prezident Trumpning vaqt zaman damlari deb ataladi dedim. Men yana shundoq deyman, hurmatli vatandosh.